er xotinning o'rtasidagi oqibat, bir-biriga bo'lgan muhabbat faqat kinolarda qolgan bo'lsa kerak, kitoblarda qolgan bo'lsa kerak deb o'ylardim. Yaqinda o'zim bir narsani guvohi bo'ldim. 2006-yili Qurbon hayit namozi 10-yanvar kuniga to'g'ri keldi. Qish ayozli kun, qor yog'ib turgan bir palla. Hayit namozidan bir kun oldin biz xizmat qilib turgan masjidga xabar bo'ldiki, ertaga hayit namozidan keyin ikkita janoza, bir ayol bir erkakning janozasi keladi. Izdihom katta bo'lgan hayit namozida xushyor bo'linglar. Janozani ado etganinglardan keyin qabristonga eltib qo'yasizlar degan bizga murojaat bo'ldi. Haqiqatan ham ertasi kuni hayit namozi, ayozli qish kunlaridan birida namoz o'qildi, katta jamoat yig'ildi. Ikkita insonning janozasi, bittasi ayol kishi, bittasi erkak odamning janozasi keldi. Hayit namozini ko'tarinki ruh bilan ado etib, elimizni, yurtimizni haqqiga, xalqimizni, millatimizni farovonligini haqqiga duoda bo'ldik. Hayit namozidan keyin janozani ado etdik. Janoza o'qilganda ham hech narsani tushunganimiz yo'q. Tobutlarni yelkamizga qo'yib qabristonga borgandan keyin ehtirosga berilgan jamoatning o'rtasida yig'i-sig'i juda ham kuchayib ketdi. Odamlarni tinchlantirish maqsadida o'rnimizdan turib, nimaga bunday bo'ldi ekan deb quloq solsak, hozir bir kunda omonatni topshirgan, bir soatda janozasi o'qilib, qabristonga keltirilgan ikkita mayit, ya'ni erkak bilan ayol, muqaddam eri xotin bo'lgan zotlar ekan. 10 yil bir maktabda o'qib, bir-biriga ahd paymon qilib, chiroyli suratda nikoh to'ylari bo'lgandan keyin Allohning irodasi, taqdirni taqozosi bilan ancha yillar o'rtada farzand bo'lmagandan keyin qarindosh urug'larni qistovi bilan ajralishga majbur bo'lgan ekanlar. Ikkalovlari ikki tomonga ajralib o'zga turmush qilib ketishgan. Lekin shundoq bo'lsa ham o'sha akamiz muqaddam o'tgan ayollarni qumsab haqqiga duo qilib, o'sha ayolini xulqidan rozi bo'lganligi, Allohning haqqidan keyin erini haqqini ado etganligi, erni xizmatini sidqi dildan qilganligi, oqilona qilgan muomalasi, saromjon sarishtaligi, uni o'ziga xos bir fazilati pokizaligi, ayolning xulqi atvorini ta'sirlanib ko'zida yosh bilan odamlarning o'rtasida gapirar ekanlar. Suratlarni yonlarida olib, namozlarning oxirida shu o'tgan muqaddam turmush kechirgan ayolini haqqiga doim duoda bo'lar ekanlar. Roziliklarini odamlarning o'rtasida izhor qilar ekanlar. Qarangki, bu tasodifmi? Bu tasodifning orqasidagi haqiqat, hikmatni bir ko'ringki, ikkalovlari ham ikki tomonda bo'lsa ham, o'zga bir turmush bo'lsa ham, bir kunda omonatni topshirib, ayolni vasiyatlariga muvofiq ota mahallamizda janoza o'qilsin degan vasiyatga muvofiq shu mahallaga janozalar olib kelindi. Hattoki Go'rkov ham ta'sirlanib ko'zda yosh bilan hikoya qildiki, birov kelib meni ogohlantirgani yo'q. Bularning eri xotinligini men muqaddam bilganim yo'q. Qish kuni odamlar qiynalib qolmasin, ayozli kunlarda janozaga kelgan odamlarga malol kelmasin deb bir joydan yonma-yon qabr qazib qo'ygan edim. Bularning eri xotinligini men bilmagan edim. Qarang, bularni yonma-yon yotganligini ko'rib o'zim ta'sirlandim degan gapni gapirganligini guvohi bo'ldik. Shunda sukunatga cho'mgan jamoat uzoq o'ylanib qoldik. O'zimizga o'zimiz bir savol berib, hayolan gaplashdikki, haqiqiy bir muhabbatda bo'lgan er xotin, bir-biriga oqibatli bo'lgan, Alloh rizosi uchun umr guzaron qilgan insonlarni bu dunyoda judo qilsa bo'lar ekan-u, lekin haqiqiy vatanda ajratib bo'lmas ekan. Hattoki bir kunda omonatni berish, bir kunda janozani o'qilishi, janoza o'qilgan kun ham ulug' ayyom kunlari, ming jamoat saf tortib duo qiladigan, duo ijobat bo'ladigan, hojilarimiz haj amallarini ado qilib turgan bir kunlarda
Allohning rahmati osmondan yog'ilib turgan bir paytda shunda janozani o'qilib tobutni yelkaga chiqib ketma-ket qabristonga eltib borish, er xotinni yonma-yon bir joyda yotishi, buni orqasida ulkan bir hikmat bor. Shuncha yil qilingan duo, erni rozi bo'lib ayolni haqqiga qilgan duolari, bir-biri bilan o'tkazgan hayotini chiroyli bir oqibatning natijasi, qilingan duolarning ijobati deb biz baho berdik.